Naruto va Luffyning sarguzashtlari birinchi qism. Voy o'lmasam, bu o'sha bo'laman. Ha, o'sha. Qanday qo'rqinchli. Ana vaqtga qaranglar, qaniydi shunchaki o'lib ketsa. U maxluq undan uzoqroq. G'alati, nega sendan hamma o'zini olib qochadi? Kasalmisan yoki boshqa bir narsa? Sen kimsan? Yo, men Monkey D. Luffyman. Sen bilan ovqatlansam yaxshi bo'larmidi? Ha, mayli. Ovqatlanish vaqti keldi. Men bilan birga bo'lishdan qo'rqmaysanmi? Nega kerak bu? Men ninjalar qiroli bo'laman. Men hech narsadan qo'rqmayman. Ninjalarda qiroli? Hokkaga demoqchimisan? Men Naruto Uzumaki-man. Hokkaga bo'ladigan odamman dattabayo. Kechag'ani meni ko'rdingmi? Qaytayda ko'rdinglarmi? Uzr ko'ra olmay qoldim. Yomon bo'ldi deb qo'ydingmi? Xo'p, davom etinglar. Keyingi jamoaga o'tamiz. 7-guruh a'zolari: Uzumaki Naruto, Luffy, ha! Va Sasuke Uchiha. Hamma Sasuke deydi. O'zbek yigiti nimasi ajoyib. Rostdan ham biz avloddan bu yigit eng kuchlisimi? Qo'shul naqo'y. Iruka sensei, nega biz kabi buyuk ninjalar bilan u bir jamoa bo'lish kerak? Dattabayo. Sasuke va Roda eng yuqori ballarni olgan va sen esa qishloqdagi eng yomon ballarni olgansan. Va sen Luffy, hatto senda chakra ham yo'q. Sen oddiy rezinkasan.